Assalomu alaykum everybody. Ingliz tilini oson va ishonchli o'rganadigan kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan there is va there mavzusi haqida gaplashamiz. Bu mavzu juda ham foydali, ayniqsa joylarni, narsalarni va holatlarni gapirishda ishlatiladi. Unday bo'lsa ekranning oldiga yaqinroq kelib oling va oldingizga iloji boricha daftar yoki bitta varaq olib, mana shu har bitta narsalarni yozib boring, esingizdan chiqib qolmasligi uchun. Unday bo'lsa, boshlaymiz. There is va there are. There is bitta narsa haqida gapirganda ishlatiladi. Tushundingizmi? There is bitta narsa haqida gapirganda ishlatiladi. Misol, there is a cat on the chair. Stol ustida mushuk bor, yagona bitta mushuk. There is a problem with my phone. Telefonimda muammo bor deb gapirganda ishlatamiz. Endi esa there are ko'plikda bir nechta narsa haqida gapirganda ishlatiladi. Ko'p narsalarni 2 ta, 3 ta, 4 ta bo'lgan narsalarni haqida gapirganda ishlatiladi. There are 3 cats in the room. Xonada 3 ta mushuk bor. There are many books on the shelf. Javonda ko'p kitoblar bor deganda ishlatamiz. Endi esa there is va there'ni inkor shakli, ya'ni negativ shaklini ko'ramiz. There isn't a car outside. Tashqarida mashina yo'q. Isni yoniga not qo'shimchasi qo'shilyapti, ya'ni yo'q degani. There isn't a car outside. There aren't any children in the park. Parkda bolalar yo'q. Savol shakli ham is oldinga chiqadi. Is there a car outside? Tashqarida mashina bormi? Yes, there is. Ha, mashina bor degan ma'noda. Are there any children in the park? Parkda bolalar bormi? No, there aren't. Yo'q, bolalar yo'q. Yokida yes, there are. Ha, bolalar bor desa ham bo'ladi. Mana shu gaplarni daftaringizga yozib oling, qoidasini yozib oling va har kuni shu gaplarni takrorlab yuring. Qoidani tushunib olgan bo'lsangiz, mini test qismiga o'tamiz. Bu testda bo'sh joylar bor va har bir savolda 2 tadan variant bor. O'sha 2 ta variantni, to'g'ri variantni tanlab, bitta varaqchaga yozib turasizlar. Men esa bularni yozib chiqqunimgacha va har bitta topgan to'g'ri javobinglar uchun kommentariyada 100 raqam emojisini qoldirib ketinglar. Sizlarning fikrlaringiz men uchun muhim. Unday bo'lsa boshlaymiz. Birinchi savol. A banana on the table. Xo'p, videoni shu yerda pauza qilinglar va to'g'ri javobni bitta varaqchaga yozib olinglar. Unday bo'lsa, birinchi savolning javobi A javob bo'ladi. Is there. Birinchi savolning javobi is there bo'ladi. Is there a banana on the table? Stol ustida banan bormi? A javob bo'ldi. Endi esa ikkinchi savol. Yana videoni shu yerda to'xtatinglar va ikkinchi savolning javobini ham bitta varaqchaga yozib olinglar. Meniki bilan solishtirish uchun. Ikkinchi savolning javobi esa B bo'ladi. Ikkinchi savolning javobi B bo'ldi. There are 2 windows in the room. Endi esa uchinchi savolga. Any milk in the fridge? Videoni yana shu yerda pauza qiling va to'g'ri javobni varaqchaga yozib oling. Uchinchi savolning javobini yozaman endi. Uchinchi savolning javobi A javob bo'ladi. Are there any milk in the fridge? Javoblaringizni kommentariyada yozib keting. Endi esa sizlar bilan role play dialog qilamiz. Buni qilishimizdan maqsad sizlarning speakinglaringiz oshadi. Boshladik. Ali. Hi, is there a bedroom here? John. Yes, there is one at the end of the hallway. Ali. Are there any shops near here? John. Yes, there are 2 shops next to the school. Mavzumiz, testimiz va
roleplay dialogimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, menga obuna bo'lib qo'ying va har kuni shunday qiziqarli grammatik mavzularni, speaking testlarini o'tkazib yubormaslik uchun meni har kuni kuzatib boring. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga yuboring.